Xotinimdan zerikkanman shekilli deb boshqasiga borib ko'rsammikin degan fikrlar keladi xayoliga. Xotirama menda hammasi zo'r deydi xotiniga. O'zi ana ertalab kelekcha yo'qolib qolganiga 3 oylar bo'lgan o'zi. Yoki urug' chiqaraman deb o'zini o'zi qondiraman desa ham yaxshi qo'zg'almayotganidan vohimga tushgan. Xotinimdan zerikkanman shekilli deb boshqasiga borib ko'rsammikin degan fikrlar keladi xayoliga. Balki bir xilla yondagi auditoriyasi o'zini yaqin og'aynilari orasida ikkinchi xotinga uylangan bo'lsa, ulardan maslahat so'rab ko'radi, senda bo'lganmi deb. U ham nimadir deb almashtir deydi. Qayerdan biladi bularning er-xotin munosabatini. Ikkinchisini balki harakat qilib ko'rarsan imkoning bo'lsa deydi. Degan qo'rquv beradigan vohmani beradi. Bu uylangan deganiga, lekin yuragida bab biladi, что o'zida yaxshi qo'zg'almayapti. Oxirgi 6 oydan beri yaxshi qo'zg'almayapti. Ertalab keraksa yo'q, negadir slabый, kuchsiz muammosini balki uylansam unda ham shunaqa bo'lib qolishi mumkin deb o'ylaydi yoki unda o'zgarsam uni energiyasini berib turadi deyshadi. Endi yoshroqni olsang zo'r energiyasini berib turadi erkak kishi deydi. Gap unda emas, gap erkak kishini o'zida-da. U yosh bo'ladimi, yosh kattaroq bo'ladimi, baribir energiyasini beradi. Erkak kishining tanasi vaqtida qaralmagan, vaqtida uxlat qilinmagan, shu kerakli o'zidagi masalan ortiqcha vazn, uyqu vaqtida bo'lmayotgani, asabi yoki tanasidagi qaynash buzilishi to'g'rilanmagan yoki kerakli vitaminlar ichib yurmagan bo'lsa-da, buzilgan tana boshqa joyda ham ishlayman deya olmaydi. Zo'r 100% ishlay olmaydi. Shunaqa muammo bo'ladi.